Bismillahirrohmanirrohim. Keyingi kechasi savollar yechimi. Yerning yuziga normal tushayotgan quyosh nurlarining yoritilganligi hisoblanib, quyosh ravshanligi shunga teng. Yerdan quyoshgacha bo'lgan masofa topilsin deyilgan. Yerdan quyoshgacha bo'lgan masofa 150 million kilometr. Nima quyosh nurlarining yoritilganligi hisoblanadi degan, ya'ni yerni yoritishini. Quyoshni demak doira ko'rinishdagi yoritgich deb olsak bo'ladi-da yer uchun. Uzoqda bo'lganligi uchun. Hop, shunda ravshanlik o'zi I taqsim C formulasi S bu shu yorilib chiqayotgan yuza. I yorug'lik kuchi. Hop, bu yorug'lik chiqayotgan yuza pi r kvadrat bo'lsin, bu r quyoshning radiusi bo'ladi. Quyoshning radiusini olsak, keyin yerni yoritilganligini topishimiz uchun perpendikulyar tushyapti deb olamiz nurlar yerga. Unda yoritilganlik y barobar I taqsim r kvadrat bo'ladi. R quyoshdan yergacha bo'lgan masofa I taqsim r kvadrat. I ni o'rniga b kara pi r kvadratni qo'ysak, hop, ana demak yerdagi yoritilganlik kelib chiqadi. Bu b kara pi kara r taqsim r ni kvadrati bo'ladi. Endi bu yerda nimani quyoshning radiusi berilmagan, lekin berilishi kerak. Quyoshning radiusi 7 darajasi 8 metr. Taxminan yerdan quyoshdan yergacha bo'lgan masofa esa 150 million kilometr. Bu 150 darajasi 9 bo'lsa yoki 1,5 darajasi 11 deb yozsangiz ham bo'ladi. Mana bu b ni, p ni, r larni keltirib qo'yib y bitta hisoblanadi. Shunga kelib chiqadi. Quyoshning radiusini endi u yerda shu kompyuterda beriladi-ku ma'lumotlar, doimiy kattaliklar, ma'lumotlar beriladi. O'sha yerda bo'lsa agar o'sha yerdan olish kerak, bo'lmasa o'zi berishi kerak. R mana shu yerda demak quyoshning radiusi bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Quyidagilardan qaysi biri rasmdagi predmetning yassi ko'zgudagi tasviri hisoblanadi deyilgan. Xo'p, simmetrik bo'lish kerak-da. Mana bunday, keyin mana bunday bo'lar ekan. Xo'p, xullas mana shunday simmetrik bo'lish kerak-da. Yoki mana bunday qilsangiz ham bo'ladi. Bu uchi mana bu yerda bo'ladi. Bitta uchi, bunisi uchi bu yerda bo'ladi. Bunisi uchi mana bu yerda bo'ladi, bu yeri mana bu yerda bo'ladi. Keyin shularni tutashtirib chiqish kerak mana bunday. Bu qaysiga to'g'ri keladi? Mana shu javobga to'g'ri keladi. Rasmda ko'rsatilgan 512 raqami yassi ko'zgu oldidagi qog'oz varag'iga yozib qo'yilgan. Tasvirga qarab quyidagilardan qaysi birini o'qish mumkin? Hop, 5 mana bunday bo'lsa, bu 5 ni tasviri bu oxirida. 5 ni tasviri oxirida hosil bo'lib mana bunday bo'ladi. Ya'ni mana bu yer bu yoqda, bu tomon esa bu yerda. Mana bunday. Bu tomoni mana bu yerda. Bunday. Hop, mana bunday bo'ladi. Buniki mana bunday turaveradi 1. Buniki ham teskari bo'ladi. Buni tasviri mana bu yerda bo'lsa, buniki bu tomonda bunday bo'ladi. Bunday. Keyin mana bunday bo'lib mana shunday bo'ladi tasvir. Hop, bu demak 212 bo'ladi. 212 bo'lib qoladi tasvir. Hop, 212 ni. Yo'q, 212 o'zi mana bu nuqtasi bunday bo'ladi. Bu nuqtasi bu yerda bo'ladi. Qolganlar orada bu yo'q mana shunday. Bu nuqta mana bu yerda bo'ladi. Bunday bo'lib, mana bunday bo'ladi. 512 bo'lar ekan, kechirasizlar. Bu 512 bo'ladi-da. Xato qilibmiz. Mana bu 512 bo'lar ekan. Yana qaytib 512 ni 512 ko'rinar ekan-da. 512 yana qaytib 512 bo'lib qolar ekan. Hop,
rasmda qavariq ko'zguga parallel yo'naltirilgan x, y, z nurlarining qavariq ko'zgudan qaytgandan keyingi ko'rinishi quyidagilardan qaysi biriga to'g'ri keladi deyilgan. Qavariq ko'zguga parallel yo'naltirilgan ekan. Qavariq ko'zgu bu sovchuvchi linza bilan bir xil. Mana bu fokus nuqta bo'lsa, xo'p, mana bunday agar parallel kelsa, nur qavariq ko'zguga bunday ketadi, davomini tashlasangiz agar fokusdan o'tib ketadi davomi. Endi agar fokusga qarab kelsa, bunaqasiga kelsa mana bunday ketish kerakdir o'sha. Endi bosh optikaga parallel ketadi. Davomi mana bunday bo'ladi. Bunisi ana bu optik nimasi bo'lsa, radius bo'lsa agar bu qanday kelgan bo'lsa o'shunday qaytib ketadi orqasiga. Hop. Buni demak davomi mana bu yerda bo'ladi. Buniki simmetrik ketib mana bundayroq. Buni davom ettirsangiz mana bunday bo'ladi. Uchalasi ham demak bitta nuqtada yig'iladi fokal tekislikda. Hop, tepada z bo'lish kerak. Mana shu hozir ajoyib to'g'ri keladi. Z tepada, y, x nurlarni qaytib ketgan yo'nalishlarda bular. Bu to'g'ri keladi. Bu to'g'ri kelmaydi o'sha y o'rtagami? Mana bu yerga qo'ygan, bu xato. Mana bu to'g'ri kelmasligiga sabab bu x qilib qo'yilgan tepasi. O'sha z tepada bo'lib turaverish kerak-da. Qaytayotgan paytda z nur shunday qaytib ketadi. Bu ajoyib bo'ladi. Keyingisi sanab o'tilgan shaffof buyumlarning qaysi biridan linza sifatida foydalanish mumkin emas. Hop, mana bundan linza sifatida foydalanib bo'lmaydi, chunki nurni yuborgan paytimiz bu hech qanaqa nima qilib bermaydi-da. Sindirmaydi nurni. Mana shu uchinchisidan foydalanib bo'lmaydi demak. Hop, keyingisi rasmda turli muhitlardan iborat 4 ta uzun gorizontal AD qatlamlar ko'rsatilgan bo'lib, ularning ustida va ostida havo bor. Har bir muhitning nur sindirish ko'rsatkichi berilgan. Yorug'lik nurlari har bir qatlamning chap tomoniga ko'rsatilgandek yo'naltirilgan. Qaysi qatlamda to'la ich qaytish xossasi kuzatiladi deyilgan. Sindirish ko'rsatkichi kattadan kichikka o'tayotgan paytida bo'lishi mumkin. Kattadan kichikka o'tayotgan bo'lishi kerak, lekin hodisasi kuzatiladi degan. Keyin yana hop, burchaklar haqida ham nima yo'q ekan. Sindirish ko'rsatkichlari ham ko'rsatildi. Sindirish ko'rsatkichlari tushirilgan, lekin burchaklar ko'rsatilmagan. Hozir nima deyilgan? Har bir muhitning nur sindirish ko'rsatkichi berilgan. Yorug' nuri har bir qatlam chap tomon qaysi qatlamda to'la ich qaytish hodisasi kuzatiladi deyilgan. Mana bunda bo'ladi. Mana B dan A ga o'tayotgan paytda buni endi B qatlam deymizmi? Chunki sindirish ko'rsatkichi kattada kichikka o'tyapti. Bunda bo'lishi mumkin. Endi ana bu yuqoridagilarga qo'ymagan ekan. B qatlam deb o'z mana shu yerni olamizda. B qatlam deb bunda ham bo'lmas ekan. Mana bu C dan B ga o'tayotganda bo'lmaydi. Keyin D dan C ga o'tayotganda ham bo'lishi bu 1.3 ekan. Adashmasam 1.3 bo'lsa agar, demak bu yerda ham bo'lmaydi, shu B qatlamda bo'ladi faqat to'lash qaytish. B qatlam deganimiz mana shu yer. Shu yerda bo'ladi to'lash. Lekin mana bu yerda ham bo'lishi mumkin to'lash qaytish. Mana bu 1.3 sindirish ko'rsatkichi 1.3 ga teng bo'lgan muhitdan havoga o'tayotgan paytida ham bo'lishi mumkin. Lekin javob B olinibdi. Buni yana bir burchakka qarab to'liq ko'rish kerak-da. Xolos, to'lash qaytish sindirish ko'rsatkichi katta muhitdan kichik muhitga o'tganda bo'ladi. Keyingisi rasmdagi suvda baliq va bola tasvirlangan. Bola baliqni A nuqtada ko'radimi yoki B nuqtadami? Hozir mana bunday bunga nur baliqdan boradi-yu, bunday ketadi bolaga qarab. Bola keyin buni bu yoqda ko'radi, A nuqtada ko'rar ekan. Demak, bola baliqni A nuqtada ko'radi. Ovchi A nuqtada ko'rar ekan. Baliqni. Baliq endi
ovchini qayerda ko'radi? D nuqtadan, C nuqtadan. Bunga mana bunday bitta nur keladi. Hop, buni hop, keyin mana bunday ketadi-da bunga. Nur mana bu C nuqtadan tepadan kelayotgandek ko'rinadi. Demak, baliqqa C nuqtada ko'rinadi. Baliq C nuqtada ko'radi, ovchi A nuqtada ko'radi. Mana shu ajoyib to'g'ri. Keyingisi qorong'u xonada rasmda ko'rsatilgandek sferik yorug'lik manbai va halqasimon shakldagi shaffof bo'lmagan jism joylashtirildi. Qorong'u xonada rasmda ko'rsatilganidek sferik yorug'lik manbai va halqasimon shakldagi shaffof bo'lmagan jism joylashtirildi. Demak, G nuqtadan kuzatayotgan kuzatuvchi yorug'lik manbaini 1, 2, 3 shakllardan qaysi biriga o'xshash ko'radi deyilgan. Endi bu yerda rang bo'lishi kerak-da, hozir rang. Hop. Qanday ko'rinishda ko'radi? Agar bu shaffof deyilganmi? Shaffof bo'lmagan. Mana bu yerini ko'rmaydi-da. Hop. Mana bu qism hozir mana shu yer ko'rinmaydi, keyin bu yoq ko'rinadi. Kuzatuvchiga mana shu qop-qorong'u bo'lib ko'rinadi, mana shu yer. Qolgan joylar yorug' bo'lib ko'rinadi. Demak, bunday yorug', keyin yana bitta qorong'u nima bo'lib, endi yorug' bo'lib ketishi kerak. Yo'q, yana yorug'. Endi bu nimaga qarab manimcha bo'ladi? Rangi ana shu 2 ga to'g'ri kelyapti-da. Lekin javob 1 va 2 deyilibdi-ku. Buni agar katta deb olsak, halqani nimasini kichik deb olsak agar, o'lchamini kichik deb olsak, bu holat bo'lishi mumkin. Lekin halqani katta deb olsak, mana bu holat bo'ladi. Xo'p, keyingisi qorong'u xonada. Endi buni to'liq baribir bilish uchun bitta ranglik holatda ko'rish kerak. Qorong'u xonada kuzatuvchi rasmda ko'rsatilgan holatda turib, yuqoridan parallel yorug' nur bilan yoritilgan oq sharga qarayapti. Kuzatuvchi sharning quyidagi holatlardan qaysi biriga o'xshash ko'radi deydi. Bunga nur boradigani faqat mana shu qismidan nur boradi-da unga. Odamning ko'ziga borishi mumkin. Qolgan qismlardan bormaydi. Shuning uchun faqat shu qismini ko'radi, qolgan qismlarni ko'rmaydi. Shu ko'rinishda bo'ladi, ko'rinish. Bunday javob bo'ladi. Bu tomonidan nur lekin bora olmaydi odamning ko'ziga parallel, chunki tepadan tushyapti, bu tomonga qarab ketib qoladi.